Assalomu alaykum qadrli andijonlik opa-singillarimiz. Siz kutgan kun keldi. Uzoq vaqtdan buyon qachon Andijonga tashrif buyurasiz deydigan opa-singillarim. Aynan sizlar uchun 7-fevral kuni Andijon shahri Bog'i Shamol Tandir kafesida soat 11:00 da idealimdagi o'zim deb nomlangan diydor uchrashuv bo'lib o'tishi rejalashtirildi. Azizlarim, agar sizda ham o'z oilangizdagi ideal ayol bo'lish va o'zingizni ochilmagan qirralaringizni ochish, ular orqali yana qanday munosabat o'rnatish haqidagi ko'pgina ilmlar kerak bo'lsa, sizlarni ushbu tadbirga taklif etib qolaman. Ushbu video lavhasi ostida qoldirilgan bizni Anor akademiyamizni qalbi oftob menejerlariga murojaat qiling va joylaringizni egallang. Zero joylarimiz soni chegaralangan.